nargi betda turgan peshexodga menga yozdirdingiz siz. Nimaga nargi betda turgan peshexodga biyobetga o'tmadi? Mashinam o'chib qoldi. Mashinam o'chib qoldi meni. Sizga texnika bo'lsa, o'chirmang gaplashing. Menga farqi yo'q, ishlamayapti bodi kamerasi. Svet yonmayapti, ishlamayapti bodi kamerasi. Ishlamayapti. O'tirayman. Toshlatib turgani ketayotgan joyimda nima qilasiz? Katta og'ir rasmlar. To'g'ri ma'noda aytdim. Birovni mulkiga shikast yetkazib ketyapsiz. Siz to'xtatdingizku, oldirib qo'ying shunga mashina harakatingizni olib to'xtaysiz. Haydovchilik guvohnomani o'qib olganmisiz? O'qib olganman. O'qib olmagansiz. O'qib olganman. Ko'ramiz o'qib olganingizni. Ko'ramiz. Opa to'xtaysiz. Bo'ldi, qilib to'xtayman, olib ketaman. Gaplashing. Oling buni. Nimaga menga nargi betga peshexodga yozdirdilar? Yozadi. Haqqa yozadi, nargi betga Qonunga yo'l harakat qoidasi 17-bandda ko'rsatib o'tilgan. Hali yonimga Baqirmasdan gapirmang. Baqirmang. Bor, o'tirib baqirib olsiz menga. Siz baqirmoqsiz, erkak kishi bo'lib baqirma. Siz baqirmoqsiz, sansiraman meni. Sansirayman. Erkak kishi bo'lib, uyalmay qo'y. Qoch. Qoch, naraqa. Qochib uryapsan meni. Urganim yo'q. Urding, qoch. Qoch. Osilmang. Ha, ne